Aka, endi qayoqqa boramiz? Bilmadim ukam, nima qilishni bilmayapman. Balki Muhayyo opanikiga borarmiz. Mayli, yur. Muhayyo xola. Nima bo'ldi? Bugun siznikida yotib qolsak maylimi? Tinchlikmi? Ha? Nima bo'ldi? Qani bir boshdan gapirchi. Ra'noyim. Azizni kim bu kuyga soldi? Ha? Dada. Yig'lama. Hozir o'qitib kel. Hozir. Uyqum kelyapti. Bo'ldi ukam. Hozir ozgina sabr kutib, u bir narsa ye, keyin uxlaysan. Xo'p? Xo'p. Bechora bolalar. Bularda nima ayb? Odam o'zini bolasiga ham shunchalik uradi. Ra'no, Hozir. bir choy olib kel. Qani yaxshi dam oldingmi jonim? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshi, kimnikiga qarachi? Hozir. Keling qo'shni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bolalar kecha kech ko'rgani uyda ko'rsanglar. Agar gapimni noto'g'ri tushunmasangiz, sizda ikki og'iz gapim bor. Bu norasida go'daklarga bunchalik azob berish yaxshi emas. Siz mahalladagi hammaning ishiga ko'zni soladigan xotinlardanmisiz deymana? Yoki bolalarga onalarni hurmat qilmaslikni sizlar o'rgatganmisizlar? Mana bu nima deganingiz? Mana bolaringiz. Uzr, noto'g'ri tushundingiz gapimni. Kirlaring. Oy. Qayoqqa ketyapsizlar? Ichkarida dadangni yaqinlari chiqib ketdi. Hozir kirsanglar, kechagi kaltakni davomi bo'ladi. Agar kaltak yeging kelayotgan bo'lsa, marhamat, bor kir. Kim ekan, Ra'no? Ha, yo'q dadasi, sutchi xola kelibdi. Ha, yaxshi. Ovqat yemishdimi? Hozir. Menga qaralaring, qoralaringni ko'rsatmalaring. Kiyimlaring bo'yga. Eshitdingmi? Qorangni ko'rsatma. Yo'qol bu yerda. Yana bir marta kelsalaring, o'zim o'ldiraman senlarni.
Lekkani. Aka, endi qayoqqa boramiz? Yura qol topdim, yur. Kim yaxshi, kim yomonligini bilib olinglar, ha? Multfiklarga yoqdimi? Ha. Xola sirtiga qanaqa multfilm ko'ramiz? Chegaracha. Chegaracha bo'ldi. Bundan faqat bitta shartim bor. Faktori, hop. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? Opa, bizani olib qolinglar. Olib qolinglar? Ota-onang bormi? Yo'q. Voy, bo'lmasam. Asos nima? Hamshirani chaqir. Bo'lmasam, turib olam, shamollab qolasan. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi, Zotirjon? Keyin farzandlaringizni qaytarib bermaymiz. Shuni bilasizmi? Biznaqalarimiz qat'iy. Kimga kerak bo'lsa qo'shilamiz. Menga kerak. Men boqib olaman. Bolalarni menga beringlar. Mahalla komissiyasi sifatida shuni aytaman. Muhayyoxon, sizga bu ikki bola og'irlik. Sizni sharoitingiz yaxshi Nari. Qarindoshlardan kim boqib oladimi? Opa, meni sharoitim og'ir. Yaqinda qiz chiqadi. Bir emas, ikkita bola. O'zingiz bilasiz. Men bu vaqtda o'zim bo'laman. Xullas, men tarzan aytmoqchiman. Mana hamma vaqtida menga unaqa betarbiya bolalarni keragi yo'q. Qo'shni qolib ketmasin. Voy, uvol bo'ladi desanglar, mana tog'asi bor. O'zini jinisini, farzandlari, tog'a degan unvoni bor. Ha? Boqsin, kerak bo'lsa. Jiyanlarimni, filmdan qolgan yodgorliklarni tashlab qo'ymayman. Agar sizlar eplab boqolmasanglar, men o'zim olib ketaman. Mayli. Qani uyga kiringlar. Jiyanliklarim uyda. Qo'yaver. Sinimi bolalar-ku. Qanday qilib ularni ko'chada qoldi? Ikkita. O'g'lingni darslarni qilishga yordam berishadi. Hovli to'la ish bo'lsa, qanaqa ishing bo'lsa, beraverasan ularga. Senga yordamchi bo'lishadi. Mardikor. Demadingizda? Nima bo'lsa hamchi, qo'yver. Ketdik. Endi bu yog'iga qalbim quyoshda. Hech kim xafa qilmaydi. Upgrade qilgan soat necha bo'ldi? Soat 10:08 kamon.